Assalomu alaykum va rahmatulloh. Chorva ishqibozlari, Arashan suyuvchi do'stlarimizga inshaalloh biz mana Toshkent viloyati Chirchiq shahridamiz. Islombek akamni qo'ralarda. Assalomu alaykum Islom aka. Assalomu alaykum Muhammad Ali. Bizlarni kuzatib boruvchilar. Va alaykum assalom aka. Mana Xohlasa cho'tki qilib bir qisqacha qilib obzor qilib beraylik, qo'ringizni deb keldik aka. Rahmat. Rahmat kelganlarga. Oldingiz. Alloh rozi bo'lsin sizlardan ham, qilayotgan mehnatinglardan ham. Barchamizdan ilohim aka. Bu haqida ma'lumotni bersiz, bu qaysi qo'chqorimiz, parametri, olib kelganingiz, kimdan sotib olgansiz? Bu qo'chqorimiz Krasavchik liniya bo'lib qoladi. Krasavchikni oxirgi o'g'li Zalotoy degan qo'chqor, Abdulla Sharipov qo'chqori, shuni primoy bolasi. Aha. To'g'ridan to'g'ri 2021-yil tug'ilgan, 22-yil O'zbekistonga kelgan. Aha. Abdulla Sharipov qo'rasidan chiqqan shu qo'chqorimizni sotib olganmiz. Hozirda ishlatyapmiz. Buni yoshi 4 yashar, 8 tishda. Bo'ylari 1.4 sm, quloqlari 21,5. Bu 2023-yil O'zbekistonda Международный выставкада 4 tishlar bo'yicha 2-o'rinni olgan. Eksterior yo'llari bo'yicha hammasi 1-o'rin, eksterierlar hammasi. Eksterior yo'nalishi bo'yicha 1-o'rin. O'sha Ves bo'yicha 2-o'rin olgan. 2-o'rin. 1-o'ringa 3 kiloga shu yutqizib qo'yganmiz, xudo xolasa. O'shanda bu aka Zalotoyi o'g'li bo'ladimi? Abdulla Sharipov. Ha, Abdulla Sharipovdagi Zalotoy o'g'li, primoy. Shu Krasavchikka navarasi bo'ladi. Mana kallalariga e'tibor berasiz. Buni nimaga qiziqib olganimiz deganda, o'sha qo'zilik paytida ham kalla bir dunyo edi. Qo'zilarning ichida eng katta kallaligi, gabariti, suyaklarga ham e'tibor berasiz. Kastaklar vahshiy mo'shni. Kastaklarni mana ko'rsangiz, juda ham yo'g'on. Ha, mashalloh. Orqa oyoqlari ham juda ham yo'g'on. Qo'chqorimiz bolani yaxshi beradimi aka? Gapingiz bo'ldi. Bola, mana hozir bolalarni ham ko'rsatib o'tamiz. Dayushchi. Aka afg'onga ham qo'ydik, Hisorga ham qo'shib ko'rdik. Mana hozir Arashanda ishlayapti. Bolalar dayushchilik uchun shundan qo'chqor sotish niyatimiz yo'q. Xudo xolasa oxirigacha ishlatamiz. Mashalloh. Inshaalloh. Hozir bu necha tishda shunda? 8 tishda hozir bu qo'chqorimiz. 8 tishda. Svetlari ham oxirgi so'nggi bo'layotgan svetli reji. Svetli reji. Mana yo'g'onligi, eksteriori, ko'kraklariga e'tibor bering. Ko'kraklari juda ham polvon. Ertaga bu vystavkaga olib chiqamizmi inshaalloh? Buni vystavkaga ves bo'yicha emas, tomoshaga olib chiqmoqchi edik. Endi ko'ramiz. Nasib qilsa olib chiqamiz, xudo xolasa tomoshaga. Odamlar ko'rsin, O'zbekistonda rivojlanayotgan qo'chqorlarni, arashanlarni, parametrlarini ko'rsin degan. Atak bu sotilmaydi, aka? Yo'q, bu sotilmaydi. Buni bolalari bor, xudo xolasa sotiladigan. Bolalarni ham bitta ko'rsatsa, sotuvga. Ha, albatta, bolalarni ham sotuvga chiqadi. Kelishib qolinsa, yaxshi narxlarga bersa, inshaalloh obunachilarimizga sotiladi endi bolalar. Albatta, xudo xolasa. Mana hozir tepa qismidan ko'rsataman. Mana dumbalariga ham e'tibor bering. Dumbalarda ham razrezlari bor mana. Dumbalari ham razrezlari yaxshi, chotlari keng. Qo'chqor juda polvon. Yo'g'on ekan. Bo'yinni qarang, bo'yin. Bo'yin qismlariga ahamiyat beringlar obunachilarimiz. Mana quloq kengligi ham 13-14 sm eniga. Mashalloh. Kalla kattaligidan quloq kichkina ko'rinadi, 21,5 sm. Shu Abdulla Sharipov ham gapi shunaqada. Kalla kattaligidan quloq kichkina ko'rinadi. Endi kallani yo'g'onligini qarang, ko'p odamlar, ko'p qo'chqorlar kallada garbanosi bo'ladi. Uski bo'ladi. Uski bo'ladi. Buni kengligini qarang. Kengligi mana uski. 7-8 sm kengligi, 10 sm ham chiqadi tumshug'i o'zi. Mashalloh. Qarang. Chempionda. Yunglari ham shotga yung, pux yo'q, idealniy. Mashalloh. Kim ishqiboz bo'lsa, nomerlarimizni qo'yib o'tsangiz, xudo xolasa qo'zilardan sotamiz. Zotga deganlarga, zotga xudo xolasa qo'zilardan beramiz. Aka bo'lmasam buni bolalarini ko'rsataylik-ya obunachilar. Albatta, albatta. Qani ketdik bo'lmasa. Boshla. Mana Muhammad Ali, belli 4 oylik qo'zi qo'chqorimiz. Mana quloqlari, kallani garbonosiga e'tibor berasiz. Svetlariga qarang. Svetlari svetli. Oyoqlar, kastaklar mo'shni. Dumban razrezi mana. Dumbada razrezlari bor. Qo'zimiz juda polvon. Mana ko'kraklari, oyoqlariga e'tibor berasiz. Mana kallalarga e'tibor berasiz. Sotiladi yoki bu? Ha? Sotiladimi? Bular sotiladi. Ishqibozlar aloqaga chiqaverishsin. Kelishib chiroyli narxda qilib beramiz inshaalloh. Inshaalloh. Biz ham
Bizani nomimizdan kelsa arzonroq. Albatta, Muhammad Alini videolarini ko'rib aloqaga chiqyapmiz deysa, skidka deydi, bonusi bilan. Maşallah. Ha, Mana belgiga yana oz qo'zilari bor. bo'ldi. Xo'p. Mana Muhammad Ali bu ikkinchi qo'zi qo'chqorimiz sotiladigan. Maşallah. Xudo xolasa, mana quloqlari Svetli yanlanib ekan, o'tadi. oke. Svetlari svetli. Bular endi 2 oylik bo'lgan qo'zilarimiz. Maşallah, maşallah. Uzunligi, mana dumbani tikkanliklari, mana ko'kraklar juda go'zal. Mana dumbalari. Razrezda kansa. Qiziqqanlar aloqaga chiqaveradi. Belli bolalardan qo'y qilaman deganlar zotga sotiladi. Maşallah. Siz nomingizdan chiqsa aytaman, bonus bilan kelishtirib qilib beramiz inshaalloh. İnşallah, inşallah. Mana kallalar ham otani o'zi. Mana ko'rib qo'yinglar. Quloq, Kallarni ham kalla, bitta ko'rsataman mana. O, maşallah. ko'kraklari, Quloq, oyog'i. ko'kragi, Bularni hammasi kastagi, kastaklari zo'r. Suylari zo'r. Qo'zilari xuddi otasiga o'xshab kastakli bo'lgan. Mana uzunligi ham zo'r. Dumbani ham bo'yinli. bitta ko'rsatib qo'yinglar, aka. bitta Dumbanimi? qaytarib bering, ha. Mana dumbalari. Mana. Ha, maşallah. Zo'r aka. Tushdimi? Zo'r. Svetlar ham en urfdagi deydi-yu, oxirgi Ha, trend bo'layotgansiz. trenddagi. Maşallah. O'zingiz juda go'zal. Ishqibozlar aloqaga chiqaveradi. Mana Muhammad Ali bu 3-qo'zi qo'chqorimiz. Mana quloqlar, quloq shirokiligi, kallani garbanosiga ahamiyat bering. Oyoqlariga qarang. Juda polvon. Mana kastaklar. Maşallah, maşallah. Mana tekisli. Bular endi 2 oylik bo'ladigan qo'zi qo'chqorlarimiz. Endi 2 oylik bo'ladi. Ha, endi 2 oylik. Mana dumba razrezda ekansiz. Maşallah. Bu ham shu hozirgina bolasi. Belli Belli bo'ladi. Belli primoy bolalardan. Maşallah. Juda polvon, juda mastivli. Ishqibozlarga bron qilamiz. Qiziqishsa, aloqaga chiqishsa, sizning nomingizdan xudo xolasa bonus qilib beramiz inshaalloh. Mana İnşallah. oldi korpuslarni ham qarang. Juda kelishgan. Kalla, quloqlar, Zo'r aka. Juda zo'r. Emas, maşallah. chempion Lekin kim olsa baraka topadi. Men shuni Ha, tavsiya otasinigidek. qilaman. bo'lsin desa, Ha, maşallah. O'z jonivor. baquvvatli ham, razrezlari ham. Orqa oyoqlar kengligi. Bella, mana kalla, baquvvatligiga qarang, onangni otga o'xshab chopaman. Maşallah. Muhammad Ali aloqaga chiqaverishadi inshaalloh. Olib kirib qo'yamiz. Bor. Mana Muhammad Ali belli qo'z sog'liqlarini qiziqishadi. Bu endi tomoshaga o'zi Aha. sotilmaydi. Mana quloqlari. Ko'ryapsizmi? Kalladan o'tib turibdi quloqlar. Ha, maşallah. Kallani garbanosi. Oyog'i qarang, yo'g'onligini. Bular hali 2 oy bo'lmadi bu qo'z sog'liqlarga. Joy bo'lmadi. Yo'q. Bu 9 kilo 225 tug'ilgan. Maşallah. Boyagi qo'zi qo'chqorlar 8,5 kilo, 8 kilo 800 tug'ilgan. Mana dumbalariga. Maşallah. Dumbani qarang. Go'zal aka. Ideya. Ko'z tegmas. Mana ko'kraklarini qarang, nima deyapti bu jonivor. Qo'zi qo'chqorga o'xshayapti yoki. Kallani qarang, svetini. Svetli. 2 oylik qo'ziga nima deysiz? Zo'r Muhammad aka. Ali. Ko'z tegmas. Xudo xolasa endi 2 oylik Besh bo'ladi. Bular endi tomoshaga sotilmaydi, prosta. Bellidan qanaqa bolalar beryapti, seleksiyamiz qanaqa bo'lyapti, shularni bir ko'rsatish uchun chiqamiz deydi. Maşallah. Inshaalloh Alloh hammaga barakasini nasib qilsa, bersin. yaxshi chorvalar qo'ylar boqish. Yana keyin qo'chqorlarimiz bor, uni ham ko'rsatib o'tamiz. Alloh. Bu qaysi qo'chqorimiz aka? Muhammad Ali bu o'sha mashhur Toshkentdagi Batken degan qo'chqori primoy bolasi. Bu 5 ariqdan kelgan Jasur akam. Onasini bo'g'ozlik holatda olib ketganda bu Jasur akam qo'rasi tug'ilgan. Buni og'iz klichkasi Batken 2. Bo'ylari 99, quloqlari mana 22. Maşallah. Bo'yinlari juda uzun. Ko'ryapsiz, o'zi ham uzun. Og'zini tish bu. Bu o'zi qo'zi tishga stifkaga olib chiqamiz degandi, hozir 2 tishga buzib qo'ydi. Buzildi. 2 tishga chiqadi xudo xolasa. Kallalar. Kallalar ko'ryapsiz. Bo'yinni, Halifga ham o'xshab ketadi. bo'yinni ham uzunligini qarang. Maşallah. Bo'yini ham juda uzun. Qarang, uzunligi 1.56 sm. Qo'ziga 56. 1.56 uzunlasiga. Maşallah. Mana oyoqlar, ko'kragiga qarang, qanchalik mana ko'krak olingan. O, maşallah. Yani Ot ko'shiydi-yu. Oldidan qancha oldida chiqdi. Kalla. Buni Batken 2 deganimiz sababi otasi bilan bir xil. Ha. Kalla, quloq, bo'yin, hattoki yung tashlashlari ham bir xil. Aka bu sotiladimi? Yo'q, bu sotilmaydi. O'zimiz o'sha belliyi
urg'ochilariga qo'shamiz, solovlarga qo'shamiz deb qo'chqor qo'yamiz. Buni qo'zilik paytida 3 oyligida $5000 baraka qilib 4 oyligida olib kelganmiz. Mashalloh. Qo'chqor mana dumbalari tikka, oyoqlar mana keng, juda ham. Qo'ziga qarang, mana endi bitta tishini buzgan, qo'zi tishda, ikkinchi tish hali buzilmagan. Alloh qudrati bilan. Nima deysiz o'zingiz mana Muhammad Ali? 5 baho. Nima dermiz? Chempion. Alloh barakasini bersin. Xudo xohlasa chempionlar otasiga tushsin. o'xshab chempion bo'lsin. Bolasi tushganda unutib qo'ymasangiz Yo'q, bo'ldi. yo'q. Berarsiz Bemalol. bolasi Har inshaalloh. doim siz uchun eshigimiz ochiq. Inshaalloh. Kelsangiz hech qachon qo'rada yo'q deb xafa bo'lib chiqib ketmaysiz. Har doim xursand qilamiz. Inshaalloh. Go'zal aka. Mashalloh. 05 kadrda zo'r chiqyapti hozir. Hammaga nasib 05 qilsin da. shunaqalar. Ishqibozmizda endi mana shu chorvaga Alloh ishqibozmiz. Quloqlari ham bir ajib. Xudolar, kengligi ham-chi, kengligi, ranglariga. Nima deysiz? Yungi qarang, Zo'r. chistotasiga. Simyung. Statasi o'ta toza. Simyung juda go'zal. Xudo Go'zal, xohlasa mashalloh. bu yil kuzda qo'shamiz solovlarga. Belli bolalari bor. Shularga qo'shamiz. Keyingi yil bulardan xudo xohlasa probniylar tushadi inshaalloh. Inshaalloh. Alloh barakasini bersin deymiz aka. Qiziqqanlar anaqaga kelsa, vistivkamizga kelsa, ertaga bo'ladigan vistivkada ko'rishadi inshaalloh. Tomoshaga olib chiqamiz. Albatta. Ha. Muhammad Ali, bu qo'chqorimizdan o'sha Batkenni primoy bolasi. Buni onasi o'zimizda. Onasi juda yo'g'on qo'y. Mana kallalariga e'tibor bering. Bu ham endi ikki tishga o'tgan. Qulog'i 22,5. Mashalloh. Kallasi katta ekan. Kalla ham katta. Qulog'i ham 22,5. Bo'yi 95 atrofida. Kastaklari ham. Kastiyaklari ham, ko'kraklari ham hammasi zo'r, uzunasi. Bu ishqibozlarga sotiladi Muhammad Ali. Sotiladi. Kim aloqaga chiqsa, kelishsa inshaalloh sotamiz buni. Mana svetlari ham so'nggi urfdagi svetli rijida. Ishqibozlarga Nechi tish hozir? bu endi ikki tishga bizda. 2 tish. Endi sveji, chunki bu 14 oylik bo'ldi-da. 14 oylik qo'zi qo'chqorimiz, onasini ham ko'rsatamiz. O'sha otasi Toshkentdagi Batken degan qo'chqorimizni to'g'ridan to'g'ri bolasi primoy. Kim qo'y qilaman, zot qilaman, yaxshisini boqaman desa, inshaalloh u sotiladi. Aloqaga chiqasizlar. Mashalloh. Juda go'zal. Ko'kraklarini ham qarang, bunda ham juda keng. Oyoqlar, Svetli. kengli, svetlari, yo'g'onliklari ham zo'r. Quloqlar, kalla hamma parametr go'zal. Ishqibozlarga sotamiz. Mana Belli degan qo'chqorimizni qo'zi qo'chqori bu. Mana 4-qo'zimiz. Bu ham mana kallalari, quloqlarining joylashishi, kengligi juda zo'r. Bu xudo xolasa 4 oylikdan 5 oylikka o'tyapti. Ishqibozlarga sotiladi. Kim qiziqsa aloqaga chiqsa zot uchun sotamiz. Mana ko'kraklariga e'tibor beringlar. Ko'krak, oyoqlar, kallani garbanosi mana juda go'zal. Mana dumbalar tikka. Dumbalar mana bitta ko'rasizlar, dumbalar zerkelli dumba. Shu ishqibozlarga sotiladi shu qo'chqorimiz. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Bundan tashqari bitta bor. Yana bitta qo'zi qo'chqorimiz bor. Uni ham hozir ko'rsatib o'tiramiz. Hop aka. Bu qaysi aka? Bu belligimizda, bu ham belligi qo'zi qo'chqori bu 2 oylikdan 3 oylikka o'tayotgan qo'zi qo'chqorimiz. Mana quloqlar, kalla, svetlariga e'tibor berasizlar. Mana uzunliklari, mana dumbalarni razrezlariga e'tibor berasizlar. Mana oyoqlar. Bu ham sotiladimi aka? Bu ham sotiladi. Ishqibozlarga siz nomingizdan aloqaga chiqishsa, xudo xolasa bonus. Inshaalloh. Kim zot qilaman, qo'y qilaman deganlar aloqaga chiqsa, inshaalloh sotamiz. Mana ko'kraklariga e'tibor beringlar. Kallani garbanosiga. Qo'zimiz juda go'zal. Inshaalloh sotiladi aloqaga chiqsa. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Do'stlarimizga. Islom aka, mana qo'ringizni ko'rsatdingiz, Alloh rozi bo'lsin aka. rahmat sizlarga ham shunchalik. Obunachilarimizga, chorva boshlayman deb turgan do'stlarimizga tilaklaringizni aytib qoldirsangiz. Endi inshaalloh kim chorva boshlamoqchi bo'lsa, chorvada juda barokat, go'zal barokat bor. Qo'yi ba deganning o'zi egasiga barokat keltiradi. Qo'y boqinglar, chorva boqinglar, inshaalloh ham farzandlaringlar ko'rib o'tsa ham mehr ko'payadi. Hammaga niyatim chorva boqinglar, arashammi, hisorimi farqi yo'q. Boqsanglar barakasi bor. Rahmat hammaga kattalar. Arashan Uzuba seleksiyasi sizlar uchun maxsus reportaji mana bugungi kunda
Islom akamni qo'ralarda bo'ldi. Sog' bo'linglar, Rahmat, salomat sizga ham bo'ling. rahmat kattakon. Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin.